Assalomu alaykum akalar. Bugungi sotuvimizda BYD Champion gibrid avtomobilining eng full versiyasi sotuvimizga keldi. Narxini boshida aytamiz, $27,200 deb baholadik. Mashinamiz ofitsialniy salondan olingan, garantiyasiga keladigan bo'lsa 8 yil garantiyasi bor deyapti akamiz. Mashinamizdan yiliga keladigan bo'lsa 2024-yil ishlab chiqarilgan, kraskalari absolyutniy top-toza, qirilgan, ezilgan, chizilgan joylari yo'q. O'zini firmenniy diska balonlarida sonzashning yaxshisini o'ldirib qo'yganman dedi. NFC 360, слепой zona, бесключевой достуp, tonirovka rashkanasi 11 oy bor ekan. Hop, yurgan masofasi 17,155 km bo'lgan. Sidenalarda abduf, abagri, massaj funksiyalari bor. Katta monitorda. Bu gibridimiz 150 km tokda masofa bosib o'tadi. Orqa salonlari keladigan bo'lsa, juda a'lo holatda turibdi. Urinib ketmagan. Salon laminatsiyalar qilib qo'yilgan ekan. Mashinamizda to'liqroq ma'lumot olaman desanglar, telefon qilsanglar, sunnatiga o'tib baraka qilamiz. Okalar, yurakdan bitta qizartirib qo'yib, bizga bitta obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xohlasa sizlar uchun zo'r narxda zo'r mashinalarni topib qo'yib boramiz. Shunaqa mashina qidirib yurgan o'rtoqlar jo'natib qo'yinglar. Joninglar sog' bo'lsin.